Ha, qimor o'ynaganimidi? Mana yoshlikda kiraman chog'u. Yurtda o'ynab olganmizmi? Ya ketdik, kecha o'g'lim parkda 3 marta o'ynab, bitta ham o'yinchoq yutgan. Yuring ketamiz, yuring. Yuring, men yutib beraman. Chempionman men, nima deyapsiz? Besh ming bormi qani berchi? Men senga 50 million o'yinchoq yutib beraman aka. Qarab tur, men senga hozir yutib beraman. Qarab tur. Yutasiz-ku, aslida yutqizasiz. Muhammad Safo, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, qimor o'ynaganimidi? Nimasi qimorman? Oddiy o'yin-ku, bolaligimizda bo'ladigan o'yin-ku. Kimdir mag'lub bo'lishini evaziga g'olib bo'lib, mulkdor bo'ladigan har qanday o'yin qimor hisoblanadi. Kimdir bu joyga 5000 so'm tiqib mag'lub bo'ladi. Ya'ni 5000 so'mini yutqazib qo'yadi. Xuddi o'g'lingizga o'xshash. Uni hisobiga bo'lsa, siz 5000 so'mdan ko'ra qiymatliroq, ya'ni 50 million o'yinchoqni yutib olishingiz mumkin. Shubha yo'qki, bu joyda mag'lub odamni pulini yutqazishini evaziga siz g'olib bo'lib, mulkdor bo'lyapsiz. Yo, unaqa emas. Bu yerda o'yinchoqni bittasini 5000 so'mga sotib olgan degan gapda yo'q-ku bu yerda. Baraka toping. Agar haqiqatda siz aytgandek bo'ladi deydigan bo'lsak ham, ya'ni buni qimor emas, savdo deb oladigan bo'lsak ham, bu joyda g'arar bo'ladi. G'arar deganimiz mabiyani, ya'ni sotib olinadigan narsani noma'lum bo'lishligi. 5000 so'm berasiz, ammo bu joyda qanaqa qiymatdagi o'yinchoq sizga ilinishligi noma'lum. Va o'zi ilinishmasligi da noma'lum. Bu g'arar deyiladi, bunaqa savdo joiz emas.